Mana shu ishim zo'rda. Mana ishxonamga yaqinlab kelyapman. Xo'p, sekingina kirib olaman. Xo'p. Bu yoqda Ritva xo'jayinning ovozi. Xo'jayin. Assalomu alaykum, yaxshimisan? Ha, yaxshilik do'stim, o'zing qandaysan? Assalomu alaykum xo'jayin. Alaykum assalom. Vanik, bu yoqqa kel, tashqarisida gap. Xo'p, nima gap ekan? Короче, Vanik, men ishdan bo'shab ketadigan bo'ldim. Shaharda ishim chiqib qoldi. Uydagilar kel deb aytishdi. Endi bir o'zing ishlab turishingga to'g'ri keladi, Vanik. Nimaga unaqa? Do'stim, mayli. Nima deyman? O'zing amallab tur. Men ketdim. Xo'p, bo'pti. Bo'pti do'stim, eson omon yetib ol. Xo'p, mayli. Xo'p, lekin bu ish yaxshi bo'lmadi. Ha, mayli, nimayam deyman, endi ishimni boshlayveraman. Xo'p, xonamga kirib olaman va mijozlarni kutaman. Mijozlar ko'p bo'ladi degan umiddaman. Alo, assalomu alaykum janob. Assalomu alaykum. Bu pizza sotuvchimi? Ha, shunday janob. Короче, menga pizza kerak edi. Xo'p, qanday, yetkazib berish kerakmi yoki o'zingiz kelib olasizmi? Yetkazib berish kerak. Xo'p, unda kechqurunroq olib borib beraman janob, mayli. Xo'p, mijozlar kelsa yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa zerikib ketar ekanda odam. Negadir mijozlar kelmayapti. Xo'sh, mana nihoyat kelib oldim. Assalomu alaykum, salom, pizza sotuvchi. Assalomu alaykum, Jek. Nima xizmat? Короче, menga pizza kerak edi. Qarzga berib tura olmaysizmi? Bera olaman, albatta. Xo'jayinni oldiga kirib olib, aytib o'tib ketarsiz. Mana, oling. Hozir xo'jayinni oldiga kirib chiqaman. Xo'p. Assalomu alaykum, xo'jayin. Alaykum assalom. Xo'jayin, короче, men pizza olib ketyapman, qarzga. Mayli, ertaga ham qarzlaringni to'lab qo'yishingga javob kel. Yaxshi, mayli, bo'pti. Men xo'jayinga aytib qo'ydim. Ha, mayli, janob Jek. Xo'p. Xayr, savdoyingiz uchun rahmat. Xo'p, mana bittagina mijoz keldi, janob Jek. Anchadan beri qarzlar yozdirib yuribdi. Ha, mayli, xo'jayinni o'zi bilan kelishib olsa bo'ldi, menga farqi yo'q. Xo'p, yana mijozlar kelarmikan yoki bo'ldimi? Xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, janob boy. Xo'sh, bu yer yaqinda remont qilinganigina cho'tki qurilibdi. Men ham o'zimga qurib olsam bo'lar ekan. Ha, shunday. Xo'sh, sizga qanday pizza kerak? Короче, menga bitta pizza berasan. Kecha ikkita pizzani pulni qoldirib, bitta pizza olib ketgan edim. Xo'p, hozir mana beraman. Tezroq bo'l, meni ishim ko'p. Xo'p, mayli, shoshilmang janob. Mana pizzangiz. Tezroq. Yaxshi. Mayli, unda men ketdim. Ishing qursin seni. Nimaga unday deysiz? Boylar negadir shunday kibr bo'ladi-da. Ha, mayli, nima ham deymiz. Kechqurun ham tushyapti, sekin. Boyagi odamni nimasini ham olib borishim kerak. Telefonda so'raganda, esingizda bo'lsa, kechqurun ancha tushib qoldi. Telefonda gaplashib olishim kerak. Pizzani olib olaman va gaplashib olsammikan? Ha, gaplashaman. Alo. Janob, pizza buyurtma qilgandingiz. Hozir birozdan keyin yetib boraman. Xo'p. Mayli, xo'p, chiqaman. Endi sekin pizzani olib boraman. Ungacha kamerani o'chirib tursam ham bo'ladi. Xo'p, shu yoqlarda bo'lsa kerak menimcha. Mana do'stlar, ancha joyga yetib keldim. Alo. Janob, bitta chiroq yonib turgan uy siznikimi, daraxtlar orasidagi? Yo'q. Bilmadim, shunday uyning oldiga keldim men.
Men uyim naryoqda-da, siz adashgan bo'lsangiz. Bilmadim, lekin men manzilga qarab xo'jayinni bergan manzillar bilan kelyapman. Aloqasizlik qolyapti. Alo, janob. Aloqa uzilib qoldi. Mayli, menimcha shu uy bo'lsa kerak. Xo'jayinni xaritalari shu paytgacha xatolashmagan. Kim bor, janob? Bu uyda kimdir bormi? Hech kim yo'q shekilli. Mayli, kiraychi. Xo'p. Bu yoqda eshiklar qulf, bu yoqda hech kim yo'q. Tepaga chiqaylikchi. Bilmaydi, nima edi bu? Nima edi? Arvoh shekilli. Men rostdan ham xato joyga keldim shekilli. Yana anaqa ishlamayapti. Afsuski gaplashib ham bo'lmaydi. Endi nima qilaman? Endi nima qilaman? Boyagi aniq arvoh edi. Aloqa ishlamayapti. Ishlasangchi. Nima bo'lyapti o'zi? Hech narsaga tushunmayapman. Boyagi narsa qani? Tepaga chiqib ko'raychi. Hech kim yo'q. Ko'zimga ko'rindimi ekan? Juda ham qo'rqib ketdim, lekin birdan chiroq o'chib yonishni boshladi-ku. Nimalar bo'lyapti? Yo'q. Bu nima bu? Boyagi narsa-ku. Yo'q, menga yaqinlashma menga. Tushim ekan. Juda ham qo'rqib ketdim. Xudoga shukr, bu narsalar haqiqatda bo'lmayapti. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan men Vanik-uz. Juda ham qo'rqinchli tush ko'rdim. Qo'rqib ketdim, do'stlar. Mayli, kimdir eshikni taqallatyapti. Vani, eshikni ochsam? Ha, do'stim, kir. Vani, hammasi joyidami? Ovozing juda baqirib eshitildi, degan ovoz eshitildi. Hozir juda ham qo'rqinchli tush ko'rdim. Mayli, hammasi tushku. Xo'sh, nima gap? Korotchi, ishga bor tezroq. Men ketdim. Mayli, hozir boraman. Men obunachilar bilan xayrlashib olay. Mayli, obunachilar, xayr. Like bosib, obuna bo'lib, korotchi poddershka qilamiz, do'stlar. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr, do'stlar. Unda men ishimga qarab ketdim, do'stlar.